vasallamning bir kunlari. Abdulaziz Usmon. Tong nurlari. Allohu akbar, Allohu akbar. Tong nuri tun zulmatini tarqatib, Bilolning azoni Madinadagi sukunatni buzdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam esa tungi ibodat, tahajjuddan toliqib qolgan muborak jismlariga dam berish uchun bu paytda uxlayotgan edilar. Bilolning azoni yangrashi bilanoq o'rinlaridan turdilar. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana va ilayhin nushur. Bizni kichik o'limdan qayta tiriltirgan Allohga hamdlar bo'lsin. Barchamiz uning huzurida to'planurmiz, deya olamlar Robbiga hamd aytgach, yostiqlari tagidan misvokni olib, tishlarini yaxshilab ishqaladilar. So'ng muazzinga qo'shilib azonni takrorladilar. Bilol Allohu akbar desa, u zot ham Allohu akbar der. Ashhadu an la ilaha illalloh desa, payg'ambarimiz va ana men ham. Bilol hayya alas solah desa, u zot la havla va la quvvata illa billah. Bilol hayya alal falah desa, u zot yana la havla va la quvvata illa billah. Bilol Allohu akbar desa, u zot ham Allohu akbar der. Bilol la ilaha illalloh desa, u zot sallallohu alayhi va sallam ham la ilaha illalloh der edilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam azondan keyin aytiladigan maxsus duoga ummatlarini odatlanishga undar va ularni azondan keyin qanday hojat bo'lsa, Allohdan so'rashga targ'ib qilar edilar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda bu haqda shunday deyilgan. Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim azonni eshitganida Allohumma robb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته desa, qiyomat kuni unga shafaatim vojib bo'ladi, dedilar. Duoning ma'nosi: Allohim, ey ushbu tugal azonning va to'kis namozning Robbi, Muhammadga vasila va fazilat bergin, hamda uni o'zing va'da qilgan maqomi mahmudda tiriltirgin. Bunda vasila jannatdagi yagona maqom bo'lib, unga insoniyatdan faqat bir kishi erishadi. O'sha maqomni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun so'rash ummatlarning burchidir. Zero vasila bashariyat sayyidiga berilmasa, kimga ham berilardi? Fazilat esa boshqalardan afzal bo'lish. Ba'zilar ushbu duodagi fazilat so'zini jannatdagi bir maqom ham deyishgan. Maqomi Mahmud esa maqtalgan maqom. Alloh taoloning shoyatki Robbing seni maqomi Mahmudda tiriltirsa degan oyati ila Alloh taolo tomonidan Muhammad sallallohu alayhi va sallamga va'da qilingan buyuk shafaat maqomidir. Abu Dovud rivoyat qilgan hadisda esa bu soatlar ijobat soatlari ekanini ta'kidlaganlar. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kishi Nabiy sallallohu alayhi va sallamga: "Ey Allohning rasuli, muazzinlar bizdan o'zib ketishyapti", dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ular azonda aytgan so'zlarini sen ham takrorla." Aytib bo'lgach,
so'raganing beriladi, dedilar. So'ngra agar g'usl qilish kerak bo'lsa, g'usl, tahorat qilish kerak bo'lsa, tahorat qilardilar. Ba'zida esa o'rinlaridan turgach, tahorat qilmasdan namozga kirishardilar. Bunday qilishlarining sababi so'ralganda, u zot mening 2 ko'zim uxlaydi, lekin qalbim uxlamaydi, der edilar. Bomdod namozining 2 rakat sunnatini gohida yengil o'qib olardilar. Ko'rgan odam namozda Fotiha surasini o'qidilarmikin deb o'ylanib qolardi. Birinchi rakatda Fotiha surasidan keyin Kafirun surasini, ikkinchi rakatda esa Ixlos surasini o'qir edilar. Gohida birinchi rakatga Baqara surasining Qulu amanna billahi oyatini, ikkinchi rakatda esa Oli Imron surasining ta'alaw ila kalimatin sawa'in oyatini zam qilardilar. Izoh: bu yerda sunnatni uyda o'qishlari aytilmoqda. Lekin gohida ushbu sunnat namozlarini masjidda ham o'qir edilar. Masjidda o'qiganlari uchun sahobalar ko'rib, uni bizga rivoyat qilishgan. Shuning uchun bizning mazhabimizda sunnatlarni masjidda o'qishga ruxsat berilgan. Bomdodning sunnatini o'qib bo'lgach, ayollari uyg'oq bo'lsa, ular bilan iliq suhbatlashardilar. Bu esa sevikli eri bilan suhbatlashgan ayol uchun kunning xush kayfiyatda o'tishini ta'minlardi. Agar ayollari uxlayotgan bo'lsa, namozga qomat aytilgunga qadar o'ng tomonlariga yonboshlab yotardilar. Masjidga odamlar yig'ilgach, Bilol radhiyallohu anhu hujrai saodatga kelib, "Ey Allohning rasuli, namoz" deb nido qilardi. U zot namozga turar ekanlar, osmonga qarab, Bismillahi tawakkaltu ala Allohi. Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya deb duo qilardilar. Duoning ma'nosi: Bismillah, Allohga tavakkul qildim. Allohim, men sendan adashishim yoki adashtirilishim, toyishim yoki toyiltirilishim, zulm qilishim yoki menga zulm qilinishi, johillik qilishim yoki menga johillik qilishlaridan panoh so'rayman. Bu bilan u zot ummatlariga yangi kunning boshlanishida bunday duo qilish har bir kishi uchun yaxshiliklar kaliti bo'lishini uqtirar edilar. Masjidga kirayotganlarida esa Bismillah vassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatik. A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Duoning ma'nosi: Bismillah, Rasulullohga salom. Allohim, mening gunohlarimni mag'firat qil va rahmating eshiklarini och. Buyuk Alloh ila, uning karamli vajhi, qadim sultoni ila quvilgan shaytonning yomonligidan panoh so'rayman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir kunlari. Abdulaziz Usmon.